uylarimizga disvod apparat qurib yurdik. Suv masalasida hech qanday mashg'alalar, qiyinchiliklar yo'q. Qurilishning umumiy qiymati 12.989.000 dollardan iborat. Ichimlik suvi xavfsizligi har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi omil sanaladi. Aholi salomatligi, ishlab chiqarish jarayonlari, ijtimoiy xizmatlar va kundalik hayot sifatining barqarorligi bevosita toza ichimlik suvi ta'minotiga bog'liq. So'nggi yillarda mamlakatning turli hududlarida suv infratuzilmasini zamonaviylashtirish, eskirgan tizimlarni yangilash va suv tozalash quvvatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Mana shunday yirik obyektlardan biri Nukus shahridagi suv tozalash inshooti hamda Mo'ynoq va Mang'ut tumanlarida bunyod etilayotgan yangi suv tozalash majmuasi hisoblanadi. Nukus suv tozalash inshooti 1980-yilda foydalanishga topshirilgan bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasida ichimlik suv yetkazib berish tizimining asosiy bo'g'inlaridan biri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Inshoot 22 gektar hududni egallaydi. Dastlabki loyihaviy quvvati sutkasiga 60.000 kub metr ichimlik suvi tayyorlashga mo'ljallangan. Suv manbai sifatida Do'stlik kanali xizmat qiladi. Olingan suv bir necha bosqichli tozalash jarayonidan o'tkazilib, mexanik filtrlar, cho'kinda ajratuvchi havzalar va dezinfeksiya tizimlarida qayta ishlanadi. 2004-yilda inshootning ayrim bo'limlari kengaytirilib, ma'lum modernizatsiya ishlari amalga oshirilgan edi. Fatima opa, aynan bu yerda sizning vazifangiz nimalardan iborat? Bu yerda bizning laboratoriyamizda qisqacha kimyalik analizlar turini ko'ramiz. Bu yerda bizlar 365 kun davomida xalqqa uzluksiz safali suv yetkazib beramiz. Suvni bizlar 3 bosqichda tozalaymiz. Suvimizda kanaldan suvimizni kanaldan akelamiz suvni, odan tindirgichlarımızda tindiramiz, keyin filtrde tozalanib, odan xalqqa jiberiladi. Bunda kanalda hozir bizlarning suvning ılaylığı 780 laylıqdagi suv bo'lib turibdi. Soni bizlar atsoynikda tindirib, mına atsoynigimizde 18'ge дейін түссе, bu da ikinci atsoynigimizde 7-8 mg desimetrге дейін түседі. Odan keyin bizlerin 8 filtrimiz var. So 8 filtrde filtrlenip, ол filtrde 0,3'ge түседі миллиграмм десиметр куб. Odan keyin xalqqa 0,2-0,1 mg desimetr kubda сондай qilib тазаланып беріледі. Bunda тазалануда ең бірінші судағы тындырғыштарымызда коагулянт реагентін саламыз. Одан фильтрлегенімізде цианид минералын саламыз. Зиянсыздандырғанымызда хлор реагентін саламыз. Қазір біздер мына фильтримізде, бұрын біздерде 5 фильтріміз бар еді. Қазір біздерге ітібар қаратып, атсойникімізді кеңейтіп берді. Одан кейін 5 фильтр еді, одан кейін 8 фильтр қылып көбейтті. Сол 8 фильтримізде алдын кварц құмын салатын едік. Әзір біздерге цианид минерал berib o'tirdi. Demak, xalqimiz bir necha yillar oldin mana shu suvdan iste'mol qiladigan edi va hozir mana shu tozalangan. Buning farqi nimada? Farqi mine kvarts құмы алдын бұдан пайдаланатын едік. Кварц құмы механикалық жақтан тазалап береді, химиялық жақтан тазалап бермейтін еді. Ал мына цианид минералы химиялық жақтан тазалайды, өзіне сіңіреді және ион алмасу процесі болады бұнда. Минерал бұл цианидіміз химиялық жақтан тазалап судың иісін, дәмін, реңін және судың қаттылығын, ауыр металларды өзіне сіңіріп алып, азайтып халыққа таза қылып жеткізіп беріледі. Таза су резервуарымызда хлорлап халыққа зиянсыз қылып жеткізіп береміз. Aholi sonining oshishi va suvga bo'lgan talabning yillik o'sishi mavjud quvvatlarning yetarli emasligini ko'rsatdi. Shu sababli inshootni tubdan rekonstruksiya qilish zarurati yuzaga keldi. 2022-yil 22-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qarori qabul qilinib, Nukus suv tozalash inshootini qayta qurish va modernizatsiya qilish bo'yicha yirik loyiha tasdiqlandi. Loyiha qiymati 81,2 milliard so'mni tashkil etadi. Mazkur rekonstruksiya natijasida inshoot quvvati sutkasiga 60.000 metrdan 95.000 kub metrgacha yetkaziladi. Bu esa Nukus shahrining suv ta'minoti barqarorligini uzoq muddatli istiqbolda ta'minlash imkonini beradi. Biz iste'mol qilayotgan toza ichimlik suvi 4 ta bosqichda filtrlanadi. Ayni damda esa mana ortimda turgan joy esa eng oxirgi bosqichi hisoblanadi. Aynan bu yerdan o'tib esa biz iste'molga yaroqli bo'lgan suv bizlarga yetib keladi.
Loyihaning yakuniy natijalariga ko'ra, Nukus shahrining 71 ta mahallasida istiqomat qiluvchi 350 mingdan ortiq aholi doimiy va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shuningdek, sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy muassasalar va ko'plab ishlab chiqarish obyektlarining ham uzluksiz suv ta'minoti yaxshilandi. Mine bugungi kunda suv masalasini hech qanday mashg'alalar, qiyinchiliklar yo'q. Uyga issiq suv, tiniq suv, safali suvlarning barligi densovliqqa baylanışlı ichimlik suvlari hammasi tayyor. Safali suvlarni densovliqqa baylanışlı ishib hozirgi kunda yaxshi jasab atrimiz. Ne usunday shariatlarda jasagan mumkinchiliklarda ishlab tayyorlagan yelbaşçılarımızga, prezidentimizga ko'p rahmatlar aytamiz. Suv ta'minoti tizimlarining rivojlantirilishida Mangut tumanida qurilayotgan yangi suv tozalash inshooti alohida o'rin tutadi. Shartnoma 2023-yil 5-iyunda imzolangan. Loyiha qiymati salkam 13 million AQSh dollarini tashkil etadi. Moliyalashtirish va o'zlashtirish ko'rsatkichlari quyidagicha. O'zlashtirilgan mablag' 12,6 million dollar, ya'ni 96,9%. Moliyalashtirilgan 11,49 million dollarni tashkil etadi, ya'ni 88,4%. Bizim Amudaryo tumanımızda taza içimlik suvu bilen ahalini ta'minlash bo'yicha 2019-yil 9-aprildagi 4271 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan bizim tumanımızda hozir ahalini taza içimlik suvu bilen ta'minlash bo'yicha ikkita loyiha amalga oshirilyapti. Birinchisi 12 million 980 ming dollarlik loyiha. Amudaryo tumanini taza suv inshootini yangidan qurish loyihasi. Bu loyihani Abu Hayat Engineering MTJ korxonasi tomonidan oshirilyapti. Bugungi kunda qurilish montaj ishlari olib borilyapti. Ichimlik suvini tumanimiz 50% ichimlik suv bilan ta'minlanib turgan edi. Mang'it-Tarna kanalidan suv olib aholiga yetkazib berayotgan edik. Buni bu inshootlar bitkazgandan keyin Amudaryodan olinib aholiga yetkazib beriladi. Bunun natijasida tumanimiz 80% aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Mana shu imkoniyatlarni yaratib berayotgan prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yangi inshootning loyihaviy quvvati sutkasiga 40 ming kub metr ichimlik suvi. Hozirgi kunda qurilishning asosiy bosqichlari yakunlangan bo'lib, hududni obodonlashtirish, texnologik uskunalarni o'rnatish, ichki tarmoqlar va kommunikatsiya liniyalarini to'liq joylashtirish ishlari davom etmoqda. Prezidentimizning alohida e'tibori tufayli Qoraqalpog'iston Respublikasida toza ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 75,1% ni tashkil etadi. Ayni damda esa biz Amudaryo tumanidagi Mang'it suv tozalash inshootidamiz. Bu yerdagi qurilish ishlari 2024-yili boshlangan bo'lib, ayni kunlarda esa qurilish ishlarining 95% yakunlandi. Demak, bu degani ushbu inshoot yaqin kunlarda foydalanishga topshiriladi. Ma'lumot o'rnida Amudaryo tumanida hozirda toza ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 51,4% ni tashkil etadi. Ushbu inshoot foydalanishga topshirilgandan so'ng esa 80% ga yetkazilishi rejalashtirilgan ushbu ko'rsatkichning. Demak, bu degani ushbu inshoot foydalanishga topshirilgandan so'ng Amudaryo tumanining 80% xalqi toza ichimlik suvidan iste'mol qiladi. Mazkur obyekt foydalanishga topshirilgach, Mang'it tumani aholisini sifatli ichimlik suv bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amudaryo tumanida taza ichimlik suvlari o'tkazilyapti. Oldin shu yer kirallardan, quduqlardan o'zimiz qazib qilib qo'ygan, ota-bobomizdan qolib ketgan quduqlar bor edi. Quduqlar ko'milgandan keyin birovi kirallar jo'natdik. Mana pala million so'mlarga uylarimizga disod apparat qurib yurdik. Meni endi hozir shu prezidentimizning e'tiborini shu qishloq yerlari ham biriga toza ichimlik suvlarini yetkazib beryapti. Bundan xalqimiz minnatdor hammasi. Mana prezidentimizning shu olib borayotgan islohotlari shu chekka hududlarda qishloqlarga, hamma yergalarga yetib boryapti. Yangi texnologiyalar orqali suvning tozalash darajasi oshiriladi, suv ta'minoti barqarorligi kuchaytiriladi va tizimning umumiy xizmat muddati uzaytiriladi. Shuningdek, respublikamizda ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimlarini rivojlantirish bo'yicha xalqaro moliya institutlarining ishtirokida umumiy qiymati 223 million dollarga teng bo'lgan ikkita yirik investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. Shulardan biri O'zbekistonning g'arbiy qismida ichimlik suv ta'minoti tizimlarini rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori. Unga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida qiymati 145 million dollar bo'lgan loyiha amalga oshirilmoqda. Shundan Mo'ynoq tumani uchun 8,2 million AQSh dollari miqdoridagi
mablag' ajratilgan. Tumanda loyiha 2024-yil oktyabr oyida boshlandi. Uning doirasida 5 ta suv taqsimlash inshooti, shuningdek 9708 km suv tarmog'ini qurish va rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari hududlarda qizg'in. Bu ishlarni ozarbayjonlik quruvchilar o'z zimmasiga olgan. Мы здесь занимаемся, начали работу в 2024 году. Biz bu yerdagi ishlarni 2024-yilda boshlaganmiz. Hozirgi vaqtda ishlar davom etmoqda. Ayni paytda 49 kilometrlik trassaning 48 kilometri tayyor bo'ldi. Tarmoq masalasi bo'yicha, ya'ni uylarga toza ichimlik suvini tortish qismida 47 kilometrdan 44 kilometr bitkazilgan. Mo'ynoq tumanida biz 1300 ga yaqin xonadonni toza ichimlik suv bilan ta'minlaymiz. Shuningdek, 5 ta joyda har biri 300 kublikdan 2 tadan rezervuar bor. Shag'ilida 2 ta 400 kublik rezervuar, Tikozakda 100 kublik rezervuar. Mo'ynoq vodokanalda 2 ta 1400 kublik rezervuar. Shuningdek, Uchsayda 2 ta 100 kublik rezervuarlar mavjud. Ushbu ishlarni joriy yilning avgust oyigacha bitkazib topshirishni reja qilganmiz. Loyiha to'liq yakunlansa, Mo'ynoq tumani aholisining 98% toza ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Bu mustaqilligimizning 35 yilligiga bayram sovg'asi bo'ladi. Uchsay elatында резервуар күтіп алдында тұрыпты. Оның менен Шағырлы, Дослық, Алиауыл, Шеге су линияларының барлығы толығымен тартылып болды. Әзіргі күнде міне 2 резервуарымыз күтіп алдында тұрыпты. Улым аластырылғанда бұл жұмыс 90%-ке шамаласып тұрыпты. Жақын арада Құда қаласа август айында тапсыру регистрлеген. Бұл объект жұмақланғаннан кейін район қалқып Улыма 98% менен жұмақланып, таза ішімдік сумен толық ta'minlanadi. Umuman olganda, suv ta'minoti infratuzilmasining modernizatsiya qilinishi aholining kundalik turmush sharoitlari, sanitariya holati va ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Toza ichimlik suvining uzluksiz yetib borishi aholining sog'lom turmush tarzini ta'minlaydi, iqtisodiy faoliyatning samaradorligini oshiradi hamda hududlarning rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nukus, Mang'it va Mo'ynoq tumanlarida amalga oshirilayotgan suv tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilish va yangidan qurish bo'yicha loyihalar ichimlik suvi ta'minoti tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan. Uzoq muddatli va keng ko'lamli mazkur ishlar aholi uchun xavfsiz, sifatli va barqaror ichimlik suv ta'minotini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.